Assalomu alaykum do'stlar. Kirdi-chiqdi qilib Rossiyada ishlab yuriyman deganlar uchun juda ham bir noxush xabar. Bu videoni podelitsiya qilib bosib qo'yinglar. Endilikda migrantlar Rossiyada faqat 90 kun qolishi mumkin. MVD aytishi bo'yicha 6 noyabrdan boshlab 2025-yil Rossiyada qolish muddatini buzgan migrantlarni qat'iy nazorat qilish boshlanadi. Ichki ishlar vazirligi agar chet el fuqarosining qolish muddatini uzaytirish uchun asoslar bo'lmasa, avvalgidek kirdi-chiqdi qilib yurish yordam bermasligini eslatdi. Vizasiz davlatlar fuqarolari uchun maksimal qolish 1 yilga 90 kun qilib belgilandi. Agar shaxs bundan uzoqroq qolsa, uning ma'lumotlari maxsus reyestrga kiritiladi va shuni bilish muhimki, migrantga ma'lumotlar Rossiya Ichki ishlar vazirligi veb-saytida paydo bo'lganda, shaxs xabardor qilingan hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, agar migrant shaxsan xabarnomani ko'rmagan bo'lsa, qonuniy ravishda ogohlantirilgan deb hisoblanadi. Ko'rsa ko'rmasa. Reyestrni bilasizlar, 5 fevraldan boshlab amal qilyapti. Unga Rossiyada qonuni asoslarsiz barcha chet el fuqaroliklari kirgan shaxslar kiradi. Reyestrdagilar nikohdan ham ro'yxatdan o'tolmaydi yoki ajrashish, farzandlari, bolalari bog'chasiga yoki maktabga berilishini ham imkoniyati bo'lmaydi. Shuningdek, reyestrga turgan shaxslar bank kartalari yoki ko'plab xizmatlardan foydalanishi cheklanadi. Kirdi-chiqdi qilib yuradigan tanishlarga yetkazib qo'yinglar. Endilikda choralari kuchaytirib, qattiq nazorat boshlanishi ko'zda tutilyapti. MVDning aytishicha.